Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 6, 7 va 8 iyun uchun O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Bunga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bulutli bo'ladi. 6-iyunda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 7-8 iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bulutli bo'ladi. 6-iyunda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldirog'i bo'lishi mumkin. 7-8 iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan va bulutli bo'ladi. 6-7 iyunda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim joylarda sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelish ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.